Bir podshoni oldiga birov bir tilla baliqqa o'xshagan baliq olib kelibdi, chiroyli baliq. Olib kelsa, podsho baliqqa mahliyo bo'lib, xursand bo'lib, kichkinagina baliq ekan u. Bir lagan tilla berib yuboribdi. Berib yuborsa, yonida ayoli turgan ekan, taqsir podshohi olam u birlagan tillani olib ketyapti. Podshohi olam shu yerda xato bo'ldi-da. Bu baliqni birov maza qilib yedi, bu kichkinagina baliq ekan u. Shunga ham birlagan tilla berasizmi xazinadan? Bu birlagan tillaga biz qancha katta ish qilsak bo'ladi? Isrof bo'ldi bu. Ha, men ham quvonib ketibman-da endi. Nima qilamiz endi hozir? Sen qaytaring dedi. Bergan narsamni qaytib olamanmi podshohdan? Qaytaring, yo'li bor dedi. Nima yo'li bor dedi. Olib kelsa, balig'ing urg'ochimi, erkakmi deysiz dedi. Erkak desa, menga urg'och kerak edi, urg'och deb o'ylabman deysiz. Urg'ochi desa, menga erkak kerak edi, erkak deb o'ylabman deysiz. Tilani qaytar deysiz dedi. Darvozani oldiga borib qo'ygan ekan baliqchi, qaytarishdi. Qaytarib kelgan ekan, podshoh so'rabdi, taqsir bu balig'ing men so'ramabman, erkakmi urg'ochimi dedi. So'ng u baliqchi ham xushyor ekan. Taqsir xunasa dedi. Degan ekan, shu so'zamonligingga yana birlagan tilla dedi. Ikkinchi laganni, ikkita laganni ko'tarib olib ketsa, bir tanga yumalab tushib ketibdi. Tushib ketsa, ikkita laganda tilla turibdi. Engashib, qiynalib, hali bitta tillani olib, bir tangani. Yana qaytib solib ketsa, xotin aytibdiki, ko'rdingizmi podshoh, bu pastkash qarang, ikki lagan tilla bersangiz, u bir dona tanga tushib qolsa, shuni engashib olyapti-da, qarang. Debdi. "Ho, baliqchi" debdi, "Ha, vaqt debdi. Senga debdi, ikki lagan tilla bersak debdi. Shunaqa ochko'z bo'lasanmi? Bitta tanga tushib qolsa, yerdan olib, engashib, qiynalib olyapsan. Taqsir, menga tanga o'zi qiziq yo'q. U tanga bo'lgan uchun olganim yo'q. Unda sizni muhringiz bor ekan, ismingiz bor ekan, shuni hurmatda oldim" debdi. Deganiga yana bir lagan debdi. Uchta laganni ko'tarib chiqib ketsa, yonidagi vazirga qarab, qaytib xotinni aytgan qilmayman.